Mayn shahrining mashhurligiga yana bir sabablardan bittasi Yohannes Gutenberg tug'ilgan. Hamma narsa bor, vinodan boshlab gul, asal, mevalar, qo'ysakanroq echki har shanba yig'iladi va yig'ilgandan keyin pivo ichishadi. G'o'mishes teatr. Bu top rasm videoga olinmasin deb yozilgan ekan, men buni ko'rmabman. Bu o'qilmasa ekan, ko'rishuvchi. Hammaga salom, mini vlog Mayn shahridan tomosha qilamiz. Mayn shahri haqida umumiy ma'lumotlar beradigan bo'lsam, Mayn shahri Germaniyaning g'arbida, o'sha tabiiyki Reyn daryosining bo'yidagi shaharlardan bittasi. Taxminan 2000 yoshlar atrofida ushbu shahar va bu hattoki Rim imperiyasi paytida paydo bo'lgan va muhim strategik shaharlardan bittasiga aylangan. Mayn shahrining mashhurligiga yana bir sabablardan bittasi bu yerda Yohannes Gutenberg tug'ilgan. Yohannes Gutenberg kim degan savol bo'ladigan bo'lsa, birinchi bosma apparati, ya'ni ikkita bosish apparatini o'ylab topgan, yasagan odamlardan biri shu odam. Xo'sh, bugun 21-martda ushbu video yozilyapti. Ya'ni bugun Navro'z bayrami va barchalarni Navro'z bayrami bilan tabriklab qolaman. Bitta narsa qiziq turibdi, odamlar ko'chada juda ham ko'p. Ya'ni nimaga ekan? Men hozir ikki odamdan so'rab bildim. Bu ayni vaqtda hozir saylovlar ketyapti ekan. Ya'ni bu yerda saylovlar o'zgacha ketadi. Ya'ni butun shahar ko'chada bir-biri bilan gaplashgan, vino ichgan, odamlar bir-biriga nimadirlar tarqatgan. G'aroyib, super. Qani ko'rishingiz mumkin, hamma yerda odamlar. Bu hozir yana kamaygan. Naryoqda juda ham ko'p odamlar bor edi. Hozir Alchstat, ya'ni o'sha eski shaharga ketyapman. Chunki menda maqsad o'zi shunaqa edi, ya'ni Alchstatdan boshlab videoni yozish, lekin odamlarni bunaqa gavjumligi meni hayron qoldirdi. Ayniqsa hattoki Frankfurtda ham bunaqa emas edi. Yaqinda o'sha 2 kun oldin Frankfurtga borgan paytimda odamlar bunaqa emas edi. Ammo Mainz juda ham hektik, ya'ni odamlar juda ham ko'p. Chayqaluvchan. Wow, super. Juda ham zo'r atmosfera hozir hukm suryapti. Mayn shahrida hozir yarmarka bor ekan bu yerda. Odamlar juda ham ko'p. Bu yerda yarmarka nishonlanishi. Hamma narsa bor. Vinodan boshlab gul, asal, mevalar, hamma narsa bor. Odamlar nima qidirsa hamma narsani topishi mumkin. Bu yerda o'ziga nima kerak bo'lsa topib olishi kerak. Lekin bizga hozir ayni vaqtda bu narsa kerak emas, chunki mana bizda haqiqiy o'ljamiz bu o'sha qo'ysakanroq Mainz katedrali. Hozir shunga bir amallab borib olishga harakat qilamiz, chunki odamlar juda ko'p. Bir amallab yo'l topib olishimiz kerak. Shahar sho'qini ozgina ochib oldim. Mana bizmi o'sha ajabtovur dom, lekin bu bizga qidirgan narsa emas ekan. Bizniki naryoqda chiqib ko'rayotgan bo'lsa, o'sha yoqda. Xullas, davom etamiz. Juda ham sho'qindan bezib, sekin tinchlik tomon boryapmiz. Xo'sh, mana Alchstat qismiga keldik, ya'ni eski shahar qismi. Odamlar gavjum emas bu yoqda. Bu yoqdan asosan yo turistlar yoki-da tuba aholi bo'lsa ham aynan Mainzliklar emas, shunchaki aylanish uchun kelgan odamlar bor bu yoqda. Mana shu Germaniyaning tor yo'laklari orasidan sekingina ketib boramiz. Va mana shu yerdan chapga burilib kutgan o'sha dom, Mainzer domga ketib boramiz. Ozgina qoldi. Mana bizga kutgan haqiqiy atmosfera, haqiqiy nemischa atmosferani ko'rishingiz mumkin. Barcha yerda o'sha eski 2 yoki 3 qavatdan iborat bo'lgan nemis uylari, nemis vibe va bu yerdagi hozir odamlarning turli xil suhbatlarini eshityapman. Faqatgina o'sha nemischa so'zlashuv, nemischa sheva. Bu yerda bilmadim nimagadir kam
chet elliklar aynan mana shu ko'chada yoki mana shu qismda asosan ko'rishimiz mumkin edi. O'sha gavjum qismida ko'proq chet elliklar ham bor edi. Ajoyib desak bo'ladi. Hozir bu yerdan sekin odamlar ko'payyapti endi. Manimcha nariyoqdan zerikkanlar endi bu yoqdan kelyapti. Lekin biz yana yo'limizda davom etib ketaveramiz. Hop, hozir men Augustin Kirche, ya'ni Augustin cherkoviga keldim. Aniqroq yo'limdan chiqib qoldi. Ushbu cherkovni ichki rasmlarini qo'yib borishga harakat qilaman. Hop, ushbu cherkov 18-asrda barok usulda qurilgan cherkovlardan bittasi ekan. Ichki qismi juda ham chiroyli emish. Lekin kirish bepul, mabodo kimlar kirmoqchi bo'ladigan bo'lsa, aylanish uchun kichik joylardan bittasi. Endi aylanib men hozir Holsturm, ya'ni Torto, ya'ni nima bu? Shahar darvozasi bo'lgan, ya'ni 14-asrda qurilgan shahar darvozasi, o'sha Mainz darvozasiga keldim. Mana ko'rishingiz mumkin, anchayin baland bino. Hop, bu 14-asrda, ya'ni yana ham to'g'rirog'i 1166-yilda qurilgan bino va 14-asrdan to 18-asrgacha o'sha Mainz shahrining mudofaa binolaridan bittasi va asosiy darvozalardan bittasi bo'lgan ekan ushbu bino. Va hozirgacha saqlangan, kirish mumkin emas ekan, afsuski, bo'lmasa buni ichdan ko'rsatsa bo'lardi. Okey, xullas shunaqa, davom etamiz. Mana keldik. Bog' hozir bir o'zgachalik ko'rinmaydi, lekin bog' juda ham chiroyli, yashil va o'sha moy chechaklar ochilgan, hammasi chiroyli ko'rinishda. Ko'rishingiz mumkin, hamma yoq yashil, ko'kalamzor. Bu yerda bog'ni moy chechaklar ochilgan. Temir yo'l o'tgan bu yoqdan. Hozir yana yurishda davom etamiz. Rozengarten haqida ma'lumot beradigan bo'lsam, oddiy bog', ya'ni bir o'zgacha nimadir yangilik mavjud emas bu yoqda. Yana bilmadim. O'sha dam oladigan, dam olish uchun zo'r joy. Agar siz ishdan charchagan yoki nimadir qilgan bo'lsangiz, yo aynan dam olish uchun eng zo'r variantlardan bittasi. Naryoqda sochgan ikkita odam yotibdi, naryoqda oq kiyimda va qora kiyimda shunchaki yotib dam olish mumkin. Xullas, Mainzga kelgan paytinglarda mana shu Rozengartenga kirib ketishinglar bu yaxshi. Ya'ni ham dam olish ozgina, ham turli xil haykallar, chiroyli bir turli gullar ko'rish imkoniyati bor. Ichkilar, albatta Germaniyada bunaqangi zotdor bo'lgan o'sha ichki umuman mana shunaqangi uy hayvonlarini topish ozgina qiyinroq. Ajoyib, Mainzda, aynan Rozenmarktda mana shunaqangi ichkilar ko'rishingiz mumkin. O'zbekistonda tabiiy oddiy bunaqalarni ko'rishingiz mumkin. Lekin siz Mainzda umuman juda Germaniyada topish qiyin bunaqangi hayvonlarni. Germaniyaga xush kelibsiz deydi-ku. Hozir bitta nemis ayol bilan gaplashib qoldim. Ya'ni Doroteya ismli bir taxminan 80 dan baland bo'lgan ayol bilan gaplashdim. Hozir xo'sh, u nima deyapti? Boyagi o'sha shahar shokini nima bu, shunaqa bayram bo'lyaptimi, qanaqadir alohida kunmi desam, u aytayapti, har shanba kuni o'zi shahar aholisi shunaqa yig'ilib turadi. Bu oktyabrgacha davom etadi. Ya'ni shaharda o'sha aholi mana shu bahor boshlangandan boshlab to kuzgacha, oktyabrgacha har shanba yig'iladi va yig'ilgandan keyin pivo ichishadi, shunaqa yig'ilib suhbat qurishadi, aylanishadi degan narsani aytdi. Shu narsani ko'rish mumkinki, mana bu yoqda
G'o'mishes teatr, ya'ni Rim teatrining qoldiqlari topilgan ushbu joyda. Bu nima? Bu taxminan 4-asrda, miloddan avvalgi 4-asrda qurilgan o'sha Rim kolizeylariga o'xshagan joy. Ya'ni bu yerda o'sha teatrlar qurilgan va teatrlar o'ynalgan bu yerda. Va bu taxminan yoshi 2,5 mingda ko'rsatilgan ayrim manbalarda va bu Rim davlati paytida asosiy ko'ngilochar maskanlardan biri deb qaralgan va 1997-yilda bu narsa mana shunaqa atrofi berkitilib, ochiq joy sifatida, ya'ni turistlarni aylanish uchun joy sifatida qoldirilgan. Bu 1884-yilda ochilgan, 1916-yilgacha o'sha qazishma ishlari davom etgan. Va mana bu yerda ko'rib turganingizdek, o'sha shuning yonginasida Bahnhof, ya'ni o'sha vokzal qo'yilgan. Bu tasodif bo'lishi mumkin. Men ochiq bilmayman nimaga aynan mana shu Bahnhof turgan, mana shunaqangi arxeologik topilma turgan joyda Bahnhof, ya'ni vokzal qurilgan. Ajoyib. Bu nemischa qanaqadir bir yo'nalish deymizmi, shunaqaroq. Oldin o'zim qiziqardim mana shunaqangi Rim tarixiga oid bo'lgan narsalarga va mana shunaqangi G'o'mishes teatriga qadam bosganimdan xursandman. Ochiq juda ham chiroyli joylar, Mainz mani qoyil qoldirgan jihatlari juda ham ko'p. Ya'ni nimaga? Bu birinchi taassurotim qanaqa edi? Bu yoq xuddi Toshkentdek ekan. Ya'ni asosan baland binolar, ya'ni hammasi ham baland bir 9 etajga yoki qanaqadir bir binolar emas. Bizda ham ko'p, misol uchun 4 etaj, 5 etajli binolar, 9 etajli binolar bu yoqda ham aynan mana shu Bahnhofdan tushgan paytimda shunaqa edi. Ammo lekin mana shunaqangi turli eski qadimiy joylarni ko'rgandan keyin bu fikrdan ozgina qaytdim. Ya'ni bu yer xuddi o'sha Wiesbaden deymizmi yoki Heidelberg deymizmi, barchasi o'sha joylashgandek zamonaviylik va o'sha eski qadriyatlarni jam qilgan joylardan biri ekanligini aytishimiz mumkin. Ayni vaqtda men hozir Citadelia'ning ichidaman va bu ancha chiroyli joylar, yengil, shabadali va menga mana bu narsa qiziq tuyuldi. Bu top, ya'ni bu mana 1831-yilda birinchi marotaba o'sha qo'yilgan top nemis askari va bu o'sha vaqtlardagi janglarda qo'llanilgan va 1945-yilda Strasburg shahrida olib tashlangan va 2015-yilda bu muzey sifatida, muzey eksponati sifatida qaytarib olib kelingan. Juda ham chiroyli joylar, salqin va boyagi o'sha quyoshli vaziyatlar endi ancha ortda qoldi. Endi hozir buni muzeyga borishga harakat qilamiz. Ya'ni bu ancha keng, katta maydonni o'z ichiga olgan ekan va bu yoqda turli xil narsalarni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bu yoqda turli xil binolar va o'sha binolar turli narsalarga xizmat qiladi. Ko'rishimiz mumkin, har bittasini alohida vazifasi bor. Germaniya Mainz shahri, Citadelia. Hop, Citadelni o'zi haqida bir qisqacha ma'lumot beradigan bo'lsam, bu Citadel Mainz, ya'ni o'sha Mainzdagi ushbu qal'a taxminan 17-asrlarda qurib bitkazilgan. Bu asosan harbiy maqsad uchun qurilgan ushbu joy. Ya'ni bu nimaga kerak? Harbiy qal'a o'ralgan har bir qismi. Hozirda bu yoqda ko'p joylarda qurilish ishlari amalga oshirilayotganligi bois yopilgan, lekin ko'rishimiz mumkin. Tabiat, tinchlik, agarda kimda-kim menga o'xshagan tinchlik sevar odam bo'ladigan bo'lsa, mana shu yerda bo'lishi mumkin. Kes afsuslanadigan joy emas. Ya'ni turli xil tarixiy muzeylari, tarixga oid bo'lgan qismlari juda ham ko'p. Mana bunaqa toshlar va mana bunaqa zamonaviylik bir-birini qandaydir miqdorda to'ldirib turibdi desak ham bo'ladi. Xo'p, hozir o'sha Festungsstadt, ya'ni qal'a shahriga keldim. Bu 1918-yilda qurilgan. Birinchi jahon urushi payti uchun qurilgan
o'sha harbiy qal'a bo'lgani, o'sha qal'ada qanaqa ishlar sodir bo'lgani haqida gap ketgan bu yoqda. Qo'lyozmalar bor. Keyin hozirgi kunda mana shu Jakobsberg shahri, hozirgi Mainz shahrida sitadela qurilgan. Bunda bu turli xil davrlarda harbiy baza sifatida qo'llanilgan. O'zida bu o'z rasm videoga olinmasin deb yozilgan ekan. Men buni ko'rmabman. Sekingina chiqib qolganimiz yaxshi bu yoqda. Ajoyib azizlar. Hop, alishlar ikkinchi qism. Va nihoyat endi bu Mainzning boshqa tarafi ikkinchi qismi. Va bizni kutgan o'sha dom. Mana oxiri aylanib turli xil joylarni ko'rib, aylanib keldik. Odam bu yoqda tabiiyki gavjum alishlar bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin, turli xil binolar. Hozir alishlarga kirishga harakat qilamiz. Va o'sha tabiiyki qo'shiq nimadirlar sodir bo'lganmi deyman bu yoqda. O'zgacha atmosfera. Havo yomonligini sifatlar. Super. Ya bu yapılmasa ki. Ya tavuk akşam. Erkek şey. Bak ayol kişi. Uzur bilmadim ben bu ayol kişi mi erkek kişi mi bileyim. Ya tavuk akşam. Hozir tugatdimiz qasam o'zinglar bir fikr bildiringlar bu qizmi bu yigitmi bu deydi. Bilmadim ochig'i nima deydi. G'alati. Umuman g'alati. Keyingina voqea joyini tark etamiz. Xo'sh, endi orqa tarafdan aylanib kirish kerak ekan domga. Mana hozir buni kirib ko'rish joyini qilib qolamiz. Ancha masjiddan bo'lsa kerak. Hamma odam to'planib turibdi. Ya'ni qo'shilib oluvchi ularga madod ekan. Ozgina turib gaplashib ko'ramiz. Nimadir eshik yopiq. Ancha ishlayapti bugun. Yana ham bilmadim. Xullas, shu yerda bizani sayohatimiz o'z nihoyasiga yetadi. Xudo xolasa, keyingi videolarda ko'rishganda ko'rishuvsiz.